Bugun sizlarga Parijda o'rgangan eng yaxshi ko'rgan nonimni qilishni o'rgataman. Bu non asabni tinchlantiradi, ozdiradi va diabetlar uchun juda ham foydali hisoblanadi. 500 gram javdar uniga 400 gram zakvaska, 12 gram tuz, 380 gram suv solib, xamirimizni qorib olamiz. Xamirlarimiz tayyor bo'lganidan so'ng 2 soatga xona haroratiga oshirishga qo'yib qo'yamiz. Xamirlarimiz oshib chiqqanidan so'ng videodagidek xamirga ishlov berishni boshlaymiz va shu holatda xamirimizni yana 1 soatga oshirishga qo'yib qo'yamiz. Nonimiz 1 soat turdi, xamirlarimiz oshdi, xitto qog'ozga ag'darib, qozon yoki tovaga solamiz va shu holatda gaz ustiga 5 daqiqaga past olovga qo'yamiz. 5 daqiqadan so'ng duxovkaga 240 gradusga 40 daqiqaga qo'yamiz va nonlarimiz tayyor.